xalqqa yoqqan avtomobil. Dizayni haligacha trendda. Sedan C klassida bugun sotuvimizda Mercedes-Benz W200 semeyniga ham ishlatsanglar bo'ladi. Ko'chada yosh bola olsa blatovat qilishga ham bosvoradigan joy. Put your hands up, feel the beat up. DJ Junel. AMG bumperlar, AMG kapotlar, diskalar ham ko'rishinglar mumkin. AMG body kit qilingan. 2009-yil 145 ming kilometr probeg. Sostoyaniya bo'yicha kelib ko'rmasanglar videoda bilinmasa kerak. 2,5 litrli atmosferniy dvigatel bemalol propan o'rnatsanglar ham bo'ladi. Rasxodi taxmini 9 litrdan 12,5-13 litrgacha. Endi sizlar bilan mana semeyni deganim bagajni ko'rishinglar mumkin. Avtomobil xicham bo'lsa ham, lekin bagaji juda ham dastoyniy. Endi sizlar bilan saloniga o'tamiz. Aytgancha avtomobilda бесключевой dostupimiz ham mavjud. Salonni bejevый rangidan dеревянный imitatsiya vstavkalari bor. Состояние orqa sideniya. Men bu podlokotnik ham chiqarsanglar bo'ladi. Tomimizda katta panoramamiz mavjud. Endi albatta oldi qatoriga tak mana dvernoy kartalari, pamять сидений, elektropривод полный, komplektatsiya bogati desanglar ham bo'ladi. Afsuski katta monitor yetishmayapti. Nari tomonda shopir tarafda kichkina joy bor, uni qildirib yoramiz o'zimiz. Bu avtomobilimiz 17.900 ga sotmoqchimiz. Kelasizlar, ko'rasizlar, xudo xolasa любой ustaxonaga tekshirishga tayyormiz.